Salom hammaga obunachilar, bu Alimov Uz Gaming kanali. Kommentariyaga Block Fruit o'ynang deb bir obunachim yozibdi. Shunga men oldin bu o'yinni o'ynagandim, lekin hozir o'ynamayman chunki telefonim qotadi. Lekin hozir men sizlarga o'zimni akkauntimni ko'rsatib bermoqchiman. Mana meni akkauntim. Game Pass'lar ham olganman bu o'yinda men. Mana endi menda ko'p mifik bor. Endi bir gachada mening omadimni sinab ko'raman. Men smok tushirdim. Agar bu bitta like yig'sa, men shu smokni obunachimga berib yuboraman. Agar 10 ta like yig'sa, shu fruitni obunachilarimdan biriga berib yuboraman. Agar undan ham ko'p like yig'sa, 50 ta like yig'sa, men shu magmani obunachilarimdan biriga berib yuboraman. Yoki 100 ta like yig'sa, men shu sound fruitini berib yuboraman. Va agar kim obuna bosgan bo'lsa, men mana shu Shadow Mythic fruitini beraman. Buning uchun sizlar like va obuna bosib qo'yinglar va kommentariyaga niklaringizni yozib qoldiringlar.